Assalomu alaykum. Biz hozirda bilan adm.sport.uz saytida jismoniy tayyorgarlik darajalarini baholash bo'yicha sport sinovlarini yuborilgan arizalarni baholashni ko'rib o'tamiz. Demak, buning uchun adm.sport.uz saytiga kirib olamiz. Saytga kirganimizda respublika miqyosida barcha umumiy o'rta ta'lim maktablariga alohida login parollar berilgan. Sport sinovlarini baholash uchun OneID orqali kirilmaydi. Faqatgina login va parol orqali kabinetga kiriladi. Har bir maktablarga login parollar tarqatilgan. PDF ko'rinishda xat bilan tushirib berilgan. O'sha berilgan login parollar bo'yicha maktablar kabinetga kirib oladi. Kirgan vaqtimiz birinchi navbatda yuqorida tashkilotimiz nomi chiqib turadi. Ya'ni maktab nomi, o'shani tekshirib olish maqsadga muvofiq bo'lardi. Har bitta hudud, maktab, tuman, shahar o'z maktabini birinchi tekshirib olish kerak. Haqiqatan kabinetga to'g'ri kirayotganligini. Demak, kabinetga kirib oldik. Endi hujjatlar bo'limiga kiramiz va ixtiyoriy jismoniy tarbiya darajali sport sinovlarida qatnashchilarni baholash. Demak, baholashni ko'rib o'tamiz. Men hozir ixtiyoriy bitta bolani tanlab olganman. O'shani baholab ko'rsataman. Demak, amallar degan joyda baholash. Mana yulduzcha belgisini bosamiz. Bosganimizda quyidagi oyna ochiladi. Yuqorida o'quvchi to'g'risida ma'lumotlar. Bu yili ozgina o'zgarish bo'lgan. Bu yilgi mavsumda vazn va bo'yni kiritish imkoniyatlari kiritilgan. Ya'ni baholanayotgan o'quvchining vazni va bo'yini kiritib ketiladi. Oxirida tizim u haqida o'zini ma'lumotlarni beradi. Ya'ni bo'yiga nisbatan vazni normada yoki oshiq yoki kamligi to'g'risida ma'lumot beradi. Demak, bo'yni kiritib o'tamiz. Deylik, vazni 35 kilo desak, bo'yini 1.40. E'tibor beramiz, bo'yini 140, ya'ni santimetr ko'rinishda yozamiz. 1.40 emas, 140 santimetr qilib shu ko'rinishda yozamiz. Demak, baholashni boshlaymiz. Ko'krakda yotgan holda oyoqlarni juftlashib, gavdani yuqori 90 ga ko'tarish. 30 soniyada marta. Ya'ni o'lchovda mana marta, sekund hammasi yozilgan. Demak, biz sonini yozamiz. Misol uchun 25 marta. 25 marta yozganda tizimini avtomatik ball berdi. E'tibor bersak, natija me'yor mana 23-27 oraliqqa 10 ball. Misol uchun 20 yozib ko'ramiz. 20 yozsak, mana 18-22 oraliqqa 8 ball. Shunaqa 17 yozib ko'ramiz. Mana 17 yozib ko'rsak, 13-17 oraliqqa 6 ball beryapti. Endi biz hozir buni maksimal qo'yib ko'ramiz. 20-25. Bu maksimal 27. 27 dan ortiq sonni kiritishimiz kerak emas. Tizim qabul qilmaydi. Mana sizlarga kiritib ko'rsataman. Mana hozir yuqorida xatolik chiqadi. Mana xatolik chiqdi. Chunki maksimum 27 dan ortiq bu yoshdagi bolalar 27 dan ortiq, ya'ni press deb aytamiz. O'zimiz tilda o'sha 27 dan ortiq qila olmas ekan. Ya'ni ilmiy tekshiruv instituti xulosalariga ko'ra, o'sha uchun agar mabodo ko'proq qilib olgan taqdirda ham o'sha maksimumni qo'yib ketasiz, unda maksimumni ortiq qo'ymaysizlar. Demak, qo'ydik. Keyingilari ham xuddi shu tartibda ketaveradi. 10 metrga slalom yugurish. Bir chiziqqa 4 ta fishka qo'yiladi, oraliq metri. Xo'p. 8 u 2. Demak, bunga ball bermadi. 6 u 2. 6 2 ga mana 6 ball berdi. Mana oraliqlar ko'rsatmoqda. 5 u 9. Mana endi 5 u 8 qilib ko'ramiz. Mana maksimal ball berdi. Xuddi mana shu bo'yicha kiritib ketasizlar. Ya'ni blankga to'ldirib olinadi birinchi navbatda. O'sha blankdagi ma'lumotlarni bu yoqqa ko'chirib chiqasiz. Ya'ni o'zlaringizga qulay bo'lishi uchun. Demak, keyingisini 3 metr klassik o'yinda borib qaytish. Soniya. 5 u 5. 5.5. Mana. Demak, 5 u 1. Demak, qo'ydik, mana ball chiqdi. Keyingisi chiziq bo'ylab sakrash. 10 soniyada marta. Marta qo'yamiz. Mana
30 marta maksimum qo'ydik. Agar 31 qo'ysak, bu yoqqa qabul qilmaydi sizni ma'lumot. O'sha uchun maksimumdan oshirib yormanglar. Agar yuqori ball olganda bola, misol uchun deylik, eng maksimum 30 ta bo'lsa, 31 bir marta bola sakragan bo'lsa, uni 31 marta kiritish imkoniyati yo'q. Maksimum 30 bo'lsa, 30 gacha kiritib qo'yasizlar xolos. Demak, keyingisi 3x o'rni maksimum yugurish. Mana. Buni ham qo'ydik. Barcha narsalarni kiritdik va mana ballarimizni qo'yib chiqdi. Hujjatni saqlab olamiz. Demak, hujjatimiz saqlandi. Mana saqlandi. Yana baholagan arizamizni yana bitta tekshirib ko'rsatamiz sizlarga qanaqa holatda bo'ladi baholagandan so'ng. Mana baholab oldik. Mana baholagandan so'ng oxirida tasdiqlash tugmasi bosiladi. Ya'ni barcha ma'lumotlar kiritib bo'lgandan keyin mana e'tibor bersak, tana massasi, mana ozg'inlik degan status berdi. Ya'ni bu o'sha tibbiyot xodimlari tomonidan belgilangan ana norma shkala bo'yicha bo'yi bilan vaznini solishtirganda ozg'inlik degan holat berdi. Kimdadir ozg'inlik, kimdadir semizlik, kimdadir norma berishi mumkin. Oxirida ariza mana bu tasdiqlash tugmasini bosib tasdiqlab qo'yamiz. Tasdiqlaganimizdan so'ng avtomatik tarzda ushbu oynada chop etishni bosib bolaning sertifikatini olishimiz mumkin. Ya'ni ushbu oynada sertifikat hosil bo'ladi. Mana sertifikatni ko'rsatib o'taman. Xuddi shu ko'rinishda sertifikat beriladi bolaga. Endi yana bitta arizani baholab ko'rsataman. Demak, yana baholashni davom etamiz. Keyingi o'quvchini tanlab olamiz. Yana yulduzchani bosamiz. Xuddi shu ko'rinishda. Hop, vazni 50 kilogramm, balandligini 135 deylik. Hop. Chiziq bo'ylab sakrash. 21 marta. Hop, 23 marta. 27 marta. Maksimum yugurish. 9-4. Demak, ko'krakda yotgan hol oyoqlarni ko'tarish. 15 marta. Yugurish 6 fishka qo'yilgan. Demak, hamma ma'lumotni kiritib bo'ldik. Saqlaymiz. Saqlaganimizdan so'ng yana buni ham ushbu arizani ham ko'rib oxirida tasdiqlab qo'yamiz. Xuddi shu ko'rinishda ishlarni davom etadi. Mana e'tibor bersangiz, buni ortiqcha vazn deb ko'rsatdi. Xuddi shu ko'rinishda baholashni davom ettirishingiz mumkin. Hozir endi shu joyda yana bitta qo'shimcha narsa aytib ketmoqchiman. Maxsus sport sinovlariga ixtiyoriy sport sinovlarini topshirgan bolalarning topshirgan normativda 48 ball to'plagan bolalar maxsusga arz yuborishi mumkin. Hozir keyingi videoda maxsus sport sinovlari uchun arz yuborishni ham ko'rib o'tamiz.